Alo, jonim, kelib qoldingizmi? Bo'ldi, hozir 5 minutda chiqaman. Tushunmadim. Kim bilan gaplashyapsan? Ha, qo'ying, xolam o'g'li keldi. Xolam o'g'li bilan ko'rishim kerak. Siz bilan kechroq ko'rishaman, jonim. Jonim dedimi? Qorning ochmadimi? Qornim ochdi, ovqatlangan boraylik, jonim. Tushunmadim, kim bu? Tushunmadim. Bu kim? Ko'chadagi o'rtog'im. Ha. O'rtog'ing ekan-ku. Hozirgi bola kim edi? Qarindoshim, qo'yavering, jonim. Menga darsni olib berasiz-a? Senga olib bermasam kimga olib beraman, Salim? Rahmat. Qara senga nima olib keldim. Voy, rahmat. Mengami? Senga. Ma jonim, Aha, ushadim ha. Kim bu endi nima deb javob bermoqchisan? Bular ko'chadagi akam bo'ladilar, akam. Akasi gapiringchi, qanaqa akasi? Buncha rasxod qiladigan. Bu telefonni men oson rassrochkadan boshlanish to'lovisiga bo'lib to'lashga olib berdim. O'tda faqat telefonmi? Yo'q, o'tda shtraflaringizni ham to'lasangiz bo'ladi. Ha. Ketdi jonim Joy o'tdan. Voy, tushunmadim. O, brat, to'xtang. Eshitaman. O'tda faqat shtraflarni yoptirsa bo'ladimi? O'tda tayinlovchi ruxsatnomani boshlanish to'lovisi olib berishadi. Unda zo'r ekan. Baribir meni sevadi-yu.